Xudo xohlasa, skelet bo'lib qolgan oilani ko'pchilik so'rayapti, nimaga Shahboz shifokorga olib bormayapsiz deyapti. Men hozir menga telefon qilishuvdi ertalab. Hoji bobo ekan. Hoji bobo menga bir ikkita narsalar qilishini aytdi. Uzoqdan turib men bir ish qilaman dedi. O'sha surib qilib, surib yozar ekan, keyin ichiga quruq choy, bir satil suv, keyin shirinlik, isiriqlar qo'yib qo'yasiz dedi. Men u tomondan sizga aytaman, soat 11 da keyin o'sha suvni sepib chiqasizlar va shunaqa dedi. U kishi Hoji bobo menga telefon qildi. Hoji bobo aytishi bo'yicha bu narsa bu kasallik emas. Tibbiyot bo'yicha kasallik emas bu narsa. Uyi duoiband qilingan, ya'ni farzandlar duoiband qilingan qarindoshlar tomonidan deb aytayapti. Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum. Bizni musofirda turib kuzatadigan bizni akalarimiz, opalarimiz, tog'alarimiz, buvilarimiz, buvalarimiz barchaga assalomu alaykum deb qolamiz. Sizlar Yarmanov TV kanaldasizlar. Sizlar bilan men Kamina Yarmanov Shahbozman. Xudo xohlasa uy qurilishini qilyapmiz. Birinchi videoni boshdan albatta like bilan bosib bizni podpishka qilib kuzatib boramiz va fikr mulohazalarni kommentariy yozib qoldiramiz. Va shuningdek bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kecha men o'sha nogiron bolalar, ya'ni skelet bo'lib qolgan oilani kecha men sizlarga tabibga olib boraymi yoki shifokorga olib boraymi deb sizlarga men so'rovnoma o'tkazgandim. Ko'pchilik menga vodiyliklar ham telefon qildi, Xorazm, barcha respublikalardan. Qolaversa butun dunyo jahondan ham telefon qildi. Amerika, Xitoy, barcha davlatlardan ham telefon qildi. O'zlarini qarindoshlarini olib borgan ekan. Endi to'g'risini aytsam 70% yoki 80% odam doktorga olib boring, hozircha ahvoli yaxshi emas deb aytishyapti. U tabibga olib bormang, Bionur sohibiga deyapti. Keyin olib borasiz deyaptimi? Xullas, hozircha doktorga olib boramiz deb qaror qilyapmiz. Ertaga yoki indinga Toshkentga ketamiz, xudo xohlasa. Faqat podpishkada bo'lib turamiz do'stlar, o'rtoqlar. Hozir bormasligimizga sabablar bor. Xorazmdan bir imom akamiz kelyaptilar, yo'ldalar hozir. Rashid aka degan imom akamiz juda ham kuchli duo o'qiydilar. O'sha imom akamiz o'qiydilar. Bugun o'sha yo'lga chiqqan, ertalab kechga yetib keladi. Imom akamiz o'qiydi, 3-4 soat o'qiykan. Xudo xohlasa ular o'qib bo'lgandan keyin nasib bo'lsa biz Toshkentga ketamiz, nasib xudo xohlasa. Uyoqlar bilan Toshkentdagilar bilan gaplashib qo'yganman. Borsak xudo xohlasa yaxshigina bizani taklif qilib olishadi. Rahmat barcha podpishkada bo'lganinglar uchun. Men shu kecha telefon raqam qoldirgandim. Maslahat beringlar, tabibga olib boraymi yo bunga olib boraymi deb aytgandim. Rahmat, hamma qo'llab-quvvatlab turib telefon qilib maslahat berishdi. Rahmat aytaman barchasiga. Endi hozir bu yerda Qamash tumani o'sha Feruza opamizga Jannat rayhonlari deb nomlaganmiz. O'sha loyihani davom ettiryapmiz. Nasib bo'lsa, hozir shkaturka ishlari davom etyapti. Mana Mehribon shu yerda. Mehribon salomlashib qo'y. Assalomu alaykum hamyurtlar. Sizlarga kattakon rahmat aytamiz. Sizlarga yordam berayotganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mana xudo xohlasa, hozir shkaturka ishlarini qilish arafasida turibmiz. Loylarimiz saqlangan hozir. Uyimiz. Feruza opam abid qilib keldilar. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamay ishlab yuribsizlarmi? Hammalaringiz sog' salomat. Rahmat sizlarga, shuncha yordam beryapsizlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Har doim duodamiz bizlar. Sog' bo'lingizlar. Qarang, bitta Zulfiya opamidi deymanda. Xullas, moskvalik bir opamiz farzandi yo'q ekan. Shunga bir duo qilib qo'ygansiz. Mehribon? Kelsin. Duo qilib qo'y, sen ham. Amin. Ilohim amin, sog'lik salomatlik bo'lsin. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizni Allohim o'zi asrasin. Mana shu Zulfiya opamizga ham Allohim farzand bersin. Xudo xohlasa. Kimki nima niyat qilgansa niyatiga yetsin. Faqat Xudodan so'rayman, shu opamizga ham farzand bersin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kim qayerda bo'lsa, sog' salomat bo'lsin. Mehribon, boyagi akalaringni skelet bo'lib qolgan oilani chiqardim-ku. O'sha akalaring tuzalib ketishiga bitta duo qilib qo'y. Ozodbek akangga. Amin. Alloh sog'lik salomatlik bo'lsin. Ozodbek akamda, Ozodbek akamda, Ro'zg'ul akamda,
Arsuqul akam. Karomat akamda. Karamat akamda, Hamma Ziyod opamda deya. Ziyod opam, G'olib akamda. G'olib akam, hammasi tuzalib ketsin. Amin. Allohu akbar. Aytgani kelsin Xudo xohlasa. Nasib shkaturkani boshlaymiz. Xudo xohlasa. Kecha biz o'sha nimalarni aytib ketgandik. Aytib keluvdik. U akalarimiz aldab ketishdi. Nasib bo'lsa shkaturkani davom ettiramiz. Shifrni endi Xudo xohlasa olib keltiramiz. Semenni kecha olib keltirdik. Orqalari zo'r, baland bo'lgan. Pashti 3 metr bo'ldi orqasi. 3 metr balandlikda qildi. Ko'plar 2.90 bo'ldi-da. Mana orqalariga shunaqa bo'ldi. Shunaqa mana. Ey yoqimli ishtaha. Istakalarimiz. Istakalarimiz. Yo'q, o'tib ketdim просто. So'qyapmi? Bemalol yoqimli ishtaha ichavering. Nasib bo'lsa rasvollarni tayyorlaganmiz. Xudo xohlasa uyimiz bitadi. Nasib bo'lsa faqat qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bo'ldi. Senin deb dardim deb bildirmagan, sog'man deb ko'nglimda sindirmagan, shans ham qalbimda tindirmagan, sog'baz akamda arsang Alloh. Ana, men uchun she'r yozibdi Mehribon. Mana shu Mehribon uchun albatta kommentariy yozib qo'yamiz. Malades. Kimni ismiga she'r kerak bo'lsa, Mehribon yozib berasan, ha? She'r yozyapti ekan. Zehni juda ham o'tkir, Mehribonda. Like'larni bosib kuzataveramiz do'stlar, o'rtoqlar. Bizning kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Bugun kanalimiz 191 mingta bo'ldi. 200 mingta bo'lish arafasida turibdi. Bitta podpishka qilamiz. Podpisatsiya tugmasi bo'lsa, podpisatsiyani bitta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Shuningiz kifoya. Hurmatli obunachilar, bugungi ish jarayoni zo'r bo'ldi. Bugun shkaturka bo'ldi, yonboshini qildik. Telefonim zaryadi o'lib qoldi, ishlar bilan bo'lib yurdim. Va qolaversa, Xudo xohlasa, skelet bo'lib qolgan oilani ko'pchilik so'rayapti, nimaga Shahboz shifokorga olib bormayapsiz, deyapti. Men hozir menga telefon qilishuvdi ertalab. Hoji bobo ekan. Hoji bobo menga bir ikkita narsalar qilishini aytdi. Uzoqdan turib men bir ish qilaman dedi. O'sha surib qilib, surib yozar ekan, keyin ichiga quruq choy, bir satil suv, keyin shirinlik, isiriqlar qo'yib qo'yasiz dedi. Men u tomondan sizga aytaman, soat 11 da keyin o'sha suvni sepib chiqasizlar va shunaqa dedi. U kishi menga Hoji bobo menga telefon qildi. Hoji bobo aytishi bo'yicha bu narsa bu kasallik emas. Tibbiyot bo'yicha kasallik emas bu narsa. Uyi duoiband qilingan, ya'ni farzandlar duoiband qilingan qarindoshlar tomonidan deb aytyapti. Endi bu narsaga men sizlar qanday qaraysizlar bilmadim, lekin o'sha narsani qaytarma qilish kerak dedi. Zudlik bilan o'sha soat menga 12larda aytdi, 2larda aytdi. Zudlik bilan tezroq qon chiqarish kerak, bir uni chaqirib qaytarma qilish kerak ekan. O'sha qaytarma qilish uchun ishon chaqirish kerak ekan. Keyin men bir ishon topdim, o'sha ishonni jo'natdim, qaytarma qildi. O'sha 6 oy yashagan nima bo'lish kerak ekan, qo'chqor bo'lish kerak ekan, qo'zi bo'lish kerak ekan, o'shani so'ydi, uni tarqatdi, uni ko'z oldida so'yish kerak ekan, boyagi nimalarni, o'sha skelet bo'lib qolgan nimalar, farzandlarni va o'shanday jarayon bo'ldi. Xullas, o'sha natijani ertadan boshlab ko'rasizlar deb aytdi. Mo'jiza bo'ladi, Xudo xohlasa. Men juda ham hozir shunga ixlos qildim, lekin u kishi Hoji bobo ekan. Rahmat, Hoji boboni duo qilib qo'yamiz. Ibrohim aka Hoji bobo ekan va qolaversa Rashid aka, Xorazmlik Rashid aka, Imom ekan. U kishi ham Hoji aka ekanlar. U boshqa akamiz Xorazmdan kelibdilar. Hozir Po'latida ekan. O'sha qishloq o'zani nimasida, o'zini nima uyida hozir u kishi Rashid akamiz Qur'on tilovat qilar ekan, 3 soat, 4 soat Qur'on tilovat qilar ekan. Endi hozir kechqurun borib jonli efir qilishga harakat qilaman, lekin ulgursam. Shuning uchun do'stlar, podpishkada bo'lib turamiz. Hammadan duo qilishlarini, kommentariyaga duo qilib qo'yishlarini, namozlarida duo qilib qo'yishlarini, dasturxonlarda duo qilib qo'yishlarini iltimos qilib qolamiz. Do'stlar, o'rtoqlar, podpishkada bo'linglar. Va qolaversa, kanalimiz 192 mingta obunachi bo'libdi. Rahmat, 191 mingdan oshib ketdi. 200 mingta qilib qo'yaylik, bizga kuch bo'ladi. Mana shu narsa menga kuch bo'ladi. Mana shunaqa oilalarda tezroq qaranglar, tezroq mushkulni oson bo'lishiga biz hissa qo'shgan bo'lamiz. Rahmat barchaga. Like bosamiz, komment yozamiz. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz.